davlat xizmatchilari ularning faoliyatiga nisbatan har bir tanqidiy munosabatga shunday munosabat cheklanadigan bo'lsa va buni norma deb qabul qilish boshlanadigan bo'lsa jamiyatimizda bu donos sistemasini yaratadi. Bu yilgi byudjetga agar adashmasam elektr energiya va gazga 8 trillion atrofida xarajat qo'yilgan, subsidiya qo'yilgan. U subsidiyani kim olayotganini haligacha bizga aytishayotgan yo'q, kim cho'ntagiga tushayotgan. Ya'ni faqatgina xalq ziyoniga bir guruh energetiklarning foydasiga bo'ladigan kelishuv bu ijtimoiy kelishuv emasda. Savol to'g'rimi, noto'g'rimi berilish kerak-da. Bormi jamiyatda u berilish kerak. Noto'g'ri savol bo'lmaydi. Falon muammoni hal qilishning yo'li shu odamning ovozini o'chirish emasda, shu savolni chiqarmaslik emasda, o'sha savolga javob berish bo'lishi kerak. Qaysi xususlashtirish keysini oladigan bo'lsangiz, kimdir qulog'i ko'rinib turadi-da. Va savolli o'sha xususlashtirish. Har bitta savolli xususlashtirish uni qayta natsionalizatsiya qilish xavfini qoldiradi doim. Narx-navoni arzonlashtiradigan, sifatni yaxshilaydigan, raqobatdan boshqa vositani insoniyat hali o'ylab topolgani yo'q-da. Fermer paxta ekan. Nazoratni bozorga berib Nazoratni bozorga bersak, narxlar o'z-o'zidan nimani ekish kerakligiga signalni beraveradi. Hozirgi ijara huquqini ekish huquqi erkin emas. Yangi taklif qilinayotgan ijara huquqini ekish huquqi ham erkin bo'ladi. Vazirliklarda ochiqligi yo'qligi, yopilib qolayotganligi, o'zini qobig'ida aylanib yurganligi haqida gapiryapmiz-ku. Qonunchilik palatamiz, senatimiz undan ham battar. Assalomu alaykum vaqtingizni qadrli obunachilari. Bugun yana efirda Avval iqtisod dasturi va biz doimgi ekspertimiz Otabek aka Bakirov bilan birgamiz. Assalomu alaykum Otabek aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshi, yomon emas. Endi oxirgi kunlarda shov-shuvli bir muhokamalarga sabab bo'lgan voqea bo'ldi. Siz bilan bog'liq bu energetika vazirining arizasi qayta ko'rib chiqish masalasi bo'ldi. Mana bugun sud bo'ldi, qoldirildi u. Shunga bir ozroq to'xtalib o'tsak, bir obunachilarimizga ham o'qigan, balki ular tushunmagan joylari bordir. Nima bo'ldi o'zi, nega ariza yozilgan va nega qoldirildi o'zi? Endi qayta takrorlashga hojat yo'q deb hisoblayman. Endi kuzatib borayotgan o'quvchilaringiz, bizning o'quvchilarimiz gap nima haqdaligi va qaysi masala haqida ketayotganini juda yaxshi tushunishib turibdi. Bu endi shu energetika vazirini 2024-yil dekabr oyida Telegram kanalda, men o'zim yuritadigan Telegram kanalda e'lon qilingan ketma-ket 4 ta post bilan bog'liq shikoyati, ketma-ket 2 marta shikoyat ariza berilgan, ya'ni bitta shu to'rala Telegram post bo'yicha, agar adashmasam 11 va 24 dekabrlarda 2024 ariza berilgan. U arizaga sabab bo'lgan postlar bilsangiz bizda har yil dekabr oyida metan zapravkalarda odamlar qachon metan berilishini bilmaydi. Qaysi zapravkada metan borligini bilmaydi. Shu bir necha yillardan beri biz bu haqda yozib kelamiz, aytib ham kelamiz. Siz bilan efirda ham bu to'g'rida bir necha marta gaplashganmiz. Chunki bu yil ham muammo edi shu. Shu to'g'rida axborot berilishini so'raymiz. Misol uchun Mirzo Mahmudov bilan Lolazorda ko'rishganimizda ham shu narsani so'ragandik. Qachon bir iste'molchilar shu qaysi qishki kunlarda, qishki qirovli kunlarda, noyabrdan ayniqsa mart oyigacha qaysi zapravkada gaz borligini, metan borligini, qachon ishlashini, hozir ishlayaptimi yoki yo'qligi, shu to'g'ridagi axborotni olish imkoniyatiga onlayn, real vaqt rejimida xabardor bo'lsin desak, shu paytda Avto 24 degan ilovani taqdim qilishgan, ko'z-ko'z qilishib. Endi o'sha postlar shu ilova aslida bu vazifani bajarmayotgani bilan bog'liqda, haqiqatan mana hech kim ishlatgan yo'q, bajarmadi ham. Mana 25-yil qishda ham bajarmadi shu vazifani. O'sha haydovchilarimiz metan zapravkalarda soatlab, kunlab umrini o'tkazishdi. Millionlab odam soat iqtisodiyotimizga ziyon yetdi va yetkazilyapti har yili ham. Shunga e'tirozlarni bildirib shikoyat yozgan. Undan keyin 2025-yil shu yanvar oyida agar adashmasam yana 2 ta ariza yozilgan, 7-20 yanvar kunlarida. Bu arizalarda Twitterda asosan, Twitterda yozilgan bir necha tweetlarni jamlab, kaleidoskop qilib, shu tweetlar energetika to'g'risida, faqat Mirzo Mahmudovning o'zi rahbarlik qilayotgan vazirlik haqida energetika to'g'risida, bu o'sha pudratchilar bilasiz qaysi pudratchilarligini, O'zbekneftgazda gaz konlarini, neft konlarini egallagan kompaniyalar to'g'risida, samarasiz energetika loyihalari to'g'risida, ular ustida turgan odamlar to'g'risida yozilgan tweetlarni jamlab turib, u to'g'risida ham bir ariza kiritgan. Va men endi kecha ham bu haqda aytdim. 1,5 yil davomida aylanyapti shu yuridik jihatdan, ya'ni u idoradan bu idoraga ekspertizalar bo'lyapti.
Shu bo'yicha ana 3 kun avval xabar topdimki, ish qo'zg'atish rad etilgandan keyin yana ish qo'zg'atish rad etish to'g'risida qaror yana rad etilgan. Yana rad etilgan. Bekor qilinganda va oxiri shu Yashnobod IIB orqali sudga chiqadigan bo'lgan. Bugun sud bo'lish kerak edi. Mana soat 11 ga bo'ladi deb aytilgandi. Mana 1-may kuni bo'lgan yo'q. Kutib 4 soatga yaqinroq vaqt davomida shuda sud binosini oldida bo'ldik. Sud bo'lgan yo'q. Endi balki kelasi haftaga e'lon qilinar. Va endi men kutgandim, misol uchun agarda aytaylik Mirzo Mahmudov shu yozilgan postlarda, tweetlarda qaysidir obro'siga putur yetgan bo'lsa, mana shu obro'yimga putur yetib qoldi, mana shu obro'yim bor edi, yo'q bo'lib qoldi deb bugun keladi deb o'yladim. Yo'q, kelgan yo'q. Vakili keldi. Energetika vazirligida yuridik departamentda ishlaydigan bitta vakilni yuboribdi. Bu bo'yicha fikrlarimni aytdim ham. Agarda shu tweetlarni bitta sanab, yozib, kaleidoskop qilib, ariza qilishga vaqt bo'layotgan ekan, shunga kuch topilayotgan ekan, resurs bor ekan, demak, energetika vazirligida muammolarni yechishgan vaqti, kuchi, energiyasi bo'lishi kerak-da. Shunaqa. Shu umumiy olganda fikrim, ko'ramiz endi qanday yakunlanadi, hali bilmayman. Endi yuridik jihatdan olib qaraganda advokatlar ham, umuman sohaning mutaxassislari ham aytyapti. Haligi sizga bitta narsani aytayin. Protsedura butunlay noto'g'ri-da, absurd. Ya'ni allaqachon bu ish tugatilishiga sudga chiqishi ham kerak emas-da. Chunki 1 yildan oshib ketgan. Ma'muriy huquqbuzarlik deb topilgan taqdirda ham 1 yildan oshib ketgan, muddat o'tib ketib qolgan. Undan keyin jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risida qaror rad etilgandan keyin 1 oy o'tib ketib qolgan. Shunaqa. Tushunyapsizmi? Haligi shu darajada nima bo'lib ketgan, protsess absurdlashib ketgan. Bilmayman qanday yakun topadi bu. Endi men huquqiy makonda yakun topadi deb o'ylayman, lekin meni bitta narsa tashvishlantiryapti. Urushdan keyin bilsangiz, mana Rossiyada juda yomon bir muhit shakllandi. Xuddi Stalin zamonidagi 30-yillardagi, 50-yillardagi boshqacha fikr egalarini yoki boshqacha tanqidga yondashadigan yondashuvlarni dushman deb bilish kayfiyati. Ya'ni qo'pol qilib aytganda donos degan narsa bor. Ruschasiga bu o'zbek tilida chaquv degan so'zga to'g'ri keladi-da. Men qo'rqamanki, agarda biz davlat xizmatchilari ularning faoliyatiga nisbatan har bir tanqidiy munosabatga shunday munosabat shakllanadigan bo'lsa va buni norma deb qabul qilish boshlanadigan bo'lsa jamiyatimizda, bu donos sistemasini yaratadi, chaquv sistemasini yaratadi. Biz o'sha 37-yilga, 53-yilga qaytamiz. Agar buni normallashtiradigan bo'lsak, huquq tizimimiz buni qabul qilishni boshlasa, ichki ishlar organlarimiz bu narsani o'zlarini minglab boshqa muhim ustuvor bo'lgan vazifalar qolib shu masala bilan shug'ullanishda davom etsa, sud organlarimiz o'z busiz ham mahkama ishlari juda yuqoriligiga qaramasdan shu ishlar bilan vaqtini ketkazsa, ekspertiza butun resursini, imkoniyatlarini, vaqtini shunga sarflaydigan bo'lsa, demak bu donos sistemasi aylanishni boshlaydi, g'ildiraga aylanishni boshlaydi. O'zi mana jamoatchilik faollari ham hamma shundan xavfda, ya'ni qanaqadir bu so'z erkinligiga bosimga ham qiyoslashyapti-da buni qaysidir ma'noda. Muammoga emas, muammoni gapirgan odam bilan shug'ullanish bo'lib qoladi. Hamma gap shunda-da, agarda o'sha 2024-yil dekabrda yozilgan masalalar, yana qaytaraman, 2 yil o'tdi, ikkita qish mavsumi o'tdi, ya'ni 1,5 yil kalendar o'tdi, ikkita qish mavsumi o'tdi. Bartaraf bo'lganda bu mavzu bo'yicha men hatto kechirim so'rashga ham, rahmat deyishga ham tayyor edim-da. Bartaraf bo'lgan yo'q-da shu narsa. 2 yil avval ahvol qanaqa bo'lsa, undan ham battar ahvol. Biz hatto bahorga ham muammo bilan kiryapmiz. Va haliga mart oyida bildingiz hali. Biz noyabrda ham muammo bilan boshlayapmiz hattoki. Borgan sari oldin dekabrdan fevralda o'rtalarigacha bo'ladigan muammo bizda noyabrdan martgacha davom etadigan bo'ldi. Shunaqa. Va buni ziyonini, buni zararini hech kim hisob-kitob qilmayapti. Iste'molchilarga kelayotgan, iqtisodiyotimizga kelayotgan zararini. Iqtisodiy o'sish sekinlashtirayotgani hech kim hisob-kitob qilayotgan yo'q. Yechim haqida qayg'urishni o'rniga bu muammolar haqida gapirgan odamlarni obro'sizlantirishda, haqorat qilishda ayblash bilan nima qilsa, ta'qib qilsa. Shunaqa. Keyin boshqa narsa ham bor-da. Misol uchun oqibatlar haqida ham o'ylashimiz kerak. Oqibatlar qaysi ma'nodagi oqibatlar? Men o'zim haqimda gapirmayapman, umuman O'zbekiston misolida olib qaraydigan bo'lsak, agarda qaysidir davlat xizmatchisi O'zbekistonda o'zini faoliyatiga, vazifasiga, majburiyatiga tanqidiy yondashayotgan odamlarga shunaqa munosabatda bo'ladigan bo'lsa, qaysi investor O'zbekistonga keladi?
mana shu masala ham bor. Bu masala ham borda. O'zi so'z erkinligida to'q qizilda turibmiz. Ha, endi so'z erkinligi mayli. 9 yildaligimizga endi 2 yildan oshdi, mana 3-yil ketyapti. 9 yil o'tib qolganimizga so'z erkinligi bilan iqtisodiy o'sishni, iqtisodiy erkinlikni bir-biriga bog'lash juda qiyin-da ayrim odamlarga. Ha. Tushunyapsizmi? Siz bog'lay olasiz, ular bog'lay olmaydi. Mana so'z erkinligini qisqarishi, oxir-oqibatda erkinliklarni qisqarishi, iqtisodiy erkinliklarni qisqarishiga, farovonlikni pasayishiga, daqiqlikka va oxir-oqibatda turg'unlikka olib keladi deb bog'lay olmaydi. A nuqtadan B nuqtagacha bog'lab olib kela olmaydi-da. Chunki ularni bugungi kun qiziq, bugungi kundagi tirik bo'lishi, bugungi kundagi nimasi mavjudligi qiziq xolosda. Va keyin eng asosiysi, endi gapiradigan gap ko'p-u, endi tizimlashtirmasdan ketma-ket gapirayotgandek bo'layotgandirman-u. Lekin eng asosiy yana bir masala bu shaxs haqida emas-da masala. Ya'ni tanqid qilinayotgan masala shaxs haqida emasligini tushunishmayapti. Shunaqa. Agar men endi sud bo'lganda shu narsani aytardim sudyaga. Agarda vazir Mirza Mahmudov bo'lmaganda ham shu narsani gapirardim. Tushunyapsizmi? Demak, gap shaxs haqida emas. Ha, ishlayotgan tizim haqida. Tizim haqida gap ketyapti. Va undagi muammo haqida-da eng qizig'i. Shu qizig'i o'sha mana shu narsalar xabarlar tarqalgani fonida bir odamlarda qanaqadir bir taxminlar ham chiqdi. Buni fonida balki energiya tariflari qimmatlashib ketar degan bir taxminlar ham bo'ldi. Men ijtimoiy tarmoqlarda o'qidim. Juda ham ko'p odamlar bu fikrni bildirganda, o'zi mana stavka o'zgarmadi mana shu haftada. Asosiy stavka 14% yana saqlanib qoldi va energiya tariflari oshishi lekin kutilyapti. 15-maygacha aytilishi kerak. 15-may ham bo'lmasligi aniq, chunki 15-mayda tariflar oshirishmoqchi bo'lganda bugun aytishlari kerak edi. Ha. Mana bugun yoki 30-aprel kechqurungacha aytishlari kerak edi-da. Ya'ni 1-may kuni yoki 16-maydan oshsa 1-may kuni e'lon qilishlari kerak edi. 15-may kuni oshirsa 30-aprel kuni e'lon qilishlari kerak edi. Hozircha 15 kunda oshmasligi ehtimoli. Bu degani demak, oshish masalasi agar bo'lgan taqdirda ham bu masala 1-iyunga qoldi deb hisoblasak bo'ladi. Katta ehtimol. Katta ehtimol bilan. Lekin men bu oshishini sizlar ham o'zingizlar ko'p yozinglar shekilli. Oshishini o'zi savol ostiga qoldirish kerak deb hisoblayman. Mana shu masala ham borda. O'zi hozir endi energetika haqida boshladik, shu bilan bog'lab ketaylik demoqchiman. O'zi mana energiya tariflarining oshishiga qanchalik zarurat bor? Iqtisodiyotimiz yaxshi ketyapti. Mana rekord darajada o'sishga erishdik. Umuman qanchalik zarurat bor o'zi tariflarni oshishiga? Buni endi agarda shu tariflarni oshishiga nima qilayotgan, tashabbus ko'rsatayotgan vazirliklardan, aytaylik, iqtisodiyot vazirligidan, iqtisodiyot va moliya vazirligidan, ekonomikadan tashqari yana energetika vazirligidan shu savolni qo'ysanglar, ularning javobini eshitsa yaxshiroq bo'lardi. Misol uchunda, yana bir tarafi borki, mana qaror tayyorlanyapti, muhokama qilinyapti degan norasmiy xabarlarni eshitib turibmiz. Shunaqa. Tasdiqlashyapti bu xabarlarda ayrim insofiy odamlar. Biz o'shini hech bo'lmasa loyihasini ko'rishimiz kerak-da. O'tgan safar 2024-yildagi qaror loyiha e'lon qilinmasdan turib tasdiqlanib yuborilgan. Ya'ni men birinchi so'raydiganim, avval loyiha e'lon qilinishi kerak. Ya'ni biz o'rtoqlar mana shuncha foizga mana bu shkaladagi tariflarni oshirmoqchimiz. Bazaviy shkaladagi yoki yuqori shkaladagi tariflarni oshirmoqchimiz. Rejamiz shunaqa, 1-iyundan yoki 15-iyundan deb oldindan aytish kerak-da. Buni odamlar hech bo'lmasa 15 kun muhokama qilish kerak. O'zlarining fikrlarini yetkazish kerak. Iste'molchilardan tortib ekspertlargacha yetkazish kerak. Va nimaga shu to'g'ri bo'ladi. Nimaga shu narsa unutib qoldirilganligini, xato ekanligini aytaman-da. Mana agarda o'zingiz o'ylang, mana shu bizda yaxshi 2017-2018-yilda yangi davrda jamoatchilik muhokamasiga qo'yib hayotiy muhim bo'lgan qarorlarni, tadbirkorlarga, xalq turmush tarziga bevosita ta'sir ko'rsatadigan qarorlarni avval muhokamaga qo'yib, muhokamada bildirilgan fikrlarni inobatga olib, keyin imzolaymiz degan nimamiz bor edi, normamiz bor edi. Keyin u normaga qoida tariqasida degan narsani qo'shishdi, shu bilan ishlamaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni qog'oz ichiga qoida tariqasida deb yozishdida, o'zi avval yangi davr kelganda har bitta tadbirkorlikka, xalq farovonligiga, turmush tarziga taalluqli bo'lgan har bitta qarorni muhokama qo'yish majburiy edi. Bu majburiyligiga chidashmadi-da o'zlari. Keyin orasiga so'z qo'shib qo'yishdi, qoida tariqasida degan. Shu bilan u qoida tariqasida berilmaydigan bo'lib qoldi. Muhokamaga qo'yilmaydigan bo'lib qoldi. Shunga aytyapman, shu normani qaytarishimiz kerak o'zi.
Gap faqat tariflar haqida ketmayapti. Umuman. Mana oxirgi bu rezonansli voqealar haqida gapiradigan bo'lsak, mana dizayn kod masalasini olaylik-da. Qancha shafqatsiz xatti-harakatlar bo'ldi biznesga nisbatan. Qancha ziyon bo'ldi. Endi oxir oqibatda orqa varotdan endi hamma yo'q bo'lgan, buzilib bo'lgandan keyin qaysidir partiya chiqib o'zini nimalarini bildiryapti, fikrlarini va nimalarini BMT bildiradigan nimalar bor-ku, hali bayonotlari bor-ku. Hamma yo'q yonib kuyib bo'lgandan keyin bildiradigan bayonotlar, xavotirlarini. Ya'ni buzilib bo'ldi o'sha, tiklanmas bo'lib buzilib bo'ldi. Kompensatsiya hech kim to'lagan yo'q. Biznesga ziyon yetib bo'ldi, lekin endi xavotirlar bildirilyapti ayrim partiyalar tarafidan. Biznes ombudsman xavotir bildiryapti, lekin ko'z ko'rib turuvdi 2 oy 3 oy davomida har bir ko'chada nimalar bo'layotganini o'zlarini ko'zi bilan ko'rib turishdi. Shuning uchun nima demoqchiman? O'sha kengashga da qabul qilingan qarordan pesh lavhalar bo'yicha, dizayn kod bo'yicha qarordan avval muhokamaga qo'yilishi kerak edi. Muhokamaga qo'yib turib ham qaysidir bitta portalga qo'yib emas, buni aytish kerak odamlarga. Ommaviy nimalar orqali, vositalar orqali, ya'ni ko'p o'qiladigan, ko'p ko'riladigan vositalar orqali mana biz qo'ydik portalga. Muhokama qilinglar. Ya'ni yashirib qo'yib 15 kunda kutish emas. Aynan muhokama qilinglar deb turib bir shovqin yaratish kerak unda. Rezonans bo'lsa, odamlar ko'proq o'qisa, o'zim ham bitta narsani ham ko'rim, aynan muhim deb hisoblayman. O'sha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan hujjatlar albatta ko'rilishi va muhokama qilinishiga ham senzlar qo'yishimiz kerak. Ya'ni kamida mana shuncha ko'rilish kerak. Biz nomiga galchka uchun ko'rildi, galchka uchun muhokama qilindi uchun jamoatchilik muhokamasiga qo'yishni ham bas qilishimiz kerak-da. Shu ma'noda men birinchi istaydigan narsam tariflarni avval e'lon qilishdan avval, imzolashdan avval xalq ko'rsin. Nimaga berish kerak? Jamoatchilik muhokamasi ko'rish kerak. Nimaga bu muhim? Balki jamoatchilik aytar, menga tariflarni inflyatsiya darajasida oshirgin. O'zlaring shunday qaror qabul qilishgansan. O'tgan yilgi qarorlaringda shunday yozilgan edi. Bo'pti, men kechirdim. 3 yil moratoriy e'lon qilgan gaplarga turmadinglar. Esni unutdik bu narsani. Qo'limizni siltadik, qo'limizni yuvdik, qo'ltiqqa urdik deb turib, lekin inflyatsiya darajasi bitta variant. Ikkinchi variant, bazaviy tarifga tegmaymiz, yuqorisini oshiramiz. O'zlarilar aytayotdi, falon foiz odamlar bazaviy tarifdan faqat foydalanadi. 200 kilovatdan oshirmaydi, 500 kubdan oshirmaydi deb o'zlari aytayotgan, to'g'rimi? Demak, shunday aytayotgan bo'lsa, o'sha bazaviy tarifga tegmaymiz, yuqori iste'molga, ya'ni ularni nimasi bilan aytganda, yuqori daromadga ega bo'lgan qatlamlarga tariflarni mayli oshiramiz. Lekin 10% dan oshirmagan holatda degan variant bo'lishi mumkin. Uchinchi variant ham bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, mana biz o'tgan yili, undan avvalgi yili yuqori darajada oshirdik tariflarni. Biz hisob-kitob qildik, tannarxni kamaytirish imkoniyatlari bor ekan, shunchaki tannarxni kamaytirdik. Natijada hozirgi tariflar bizni qanoatlantiradi. Yetadi, oshirmasak ham bo'ladi. Uchinchi variantmi? To'rtinchi variant. Bo'pti. 10% ga oshiramiz. Lekin o'rtoqlar, bu yoqda olayotgan subsidiyalarni to'xtatamiz. Mana 10% ga oshiramiz. Mana kelinglar, to'g'ri o'yin qilaylik. U yog'i ham, bu yog'i ham bo'lmasin-da. Ustidan ham yemirmaylik, pastidan ham yemirmaylik. Bo'pti, 10% ga oshsa, mana bu yilgi byudjetga agar adashmasam, elektr energiya va gazga bir 8 trillion atrofida xarajat qo'yilgan, subsidiya qo'yilgan. U subsidiyani kim olayotganini haligacha bizga aytishayotgan yo'q, kim cho'ntagiga tushayotganini. Qaysi oligarx cho'ntagiga tushyapti oxir oqibatda? Qaysi vositachilar orqali? Biz bilayotganimiz yo'qmiz. Yana tektash chiqishi mumkin, bizni obro'sizlantiryapti deb. Biladi o'sha kim cho'ntagiga tushayotganini. Shu obro'sizlanib qolayotganlar biladi. Xo'p, aytmoqchi bo'lganimki, 10% ga oshiramiz, lekin subsidiyalash to'xtatamiz. O'sha 8 milliard subsidiyani nimaga beramiz? O'qituvchilarga beramiz, pensionerlarga beramiz, ijtimoiy nafaqaga beramiz, suyunchi pulini tiklaymiz desa bo'ladimi? Bo'ladi. Ya bu ijtimoiy kelishuv bo'ladi mana shu. Ya'ni faqatgina xalqning ziyoniga bir guruh energetiklarga foydasiga bo'ladigan kelishuv bu ijtimoiy kelishuv emas-da. O'zi o'sha norasmiy manbalarda hali 10% ga oshirilishi deyilyapti va umuman olib qaraganda, masalan, 600 so'mlik narsa 660 so'm bo'lib qolsa, unaqa katta bir o'zgarishdek ko'rinmaydi, lekin bu hamma narsaga ta'sir qiladi. Non, go'sht, hamma narsa. Hamma siz iste'mol qilayotgan barcha xizmatlarda, yeyotgan barcha tovarlaringizda
ya'ni iste'mol qilayotgan tovarlarda, mahsulotlarda energiya ulushi bor. Qayerdadir 3%dir, qayerdadir 30%dir, qayerdadir 70%dir. Misol uchun samolyotlarda bor. 70%gacha 3 ton narxda yoqilg'i narxi. Qaysidir nimada kamroq bo'lishi mumkin, 5% bo'lishi mumkin. Kam tashiladigan. O'zi mana inflyatsion kutilmalarda ham, inflyatsiya Markaziy bank e'lon qiladigan inflyatsiya bilan bog'liq statistikalarda ham endi ana u energetikani ta'siri sal kamayayotgan paytda bu va hozir oshirishlari yana ko'tarib boradi bu narsa. Ha, nimani yomonlashtiradida. Ikkinchi, vaziyatni yomonlashtiradi va kutilmalarni yomonlashtiradi. O'zi inflyatsiyani omillardan, ya'ni bizda o'sha yig'ilishda bekorga aytilmadi. Biz nimani mavjud bazaviy inflyatsiyani pasayayotganini ham ko'ryapmiz. Rasmiy inflyatsiyani kamayayotganini ham ko'ryapmiz. Lekin kutilmalar hali yuqori deyilyapti. Tushunyapsizmi? Hali kutilmalar yuqori. Uning ustiga oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lgan asosiy mahsulotlarning narxida oshish kutib ko'ryapmiz biz. Market tovarlari. Mana shu xavotirlar tufayli asosiy stavka qoldirildi. Shunaqa. U bo'lmasam tasavvur qiling, agar mayda tariflar oshirilmasa, inflyatsiya 7 dan pastga tushadi. Agar may oyida inflyatsiya, energiya tariflari oshirilmasa, issiq suv, sovuq suv narxi oshirilmasa, oshmaydi o'z-o'zidan. Chunki energetika oshdi degani keyingi oyga suv oshdi degani, keyingi oyga issiq suv oshdi degani, otopleniya bilan birga, isitish bilan birga oshdi degani. Undan keyin monopolist chiqindi yig'uvchilar oshiradi, birdaniga oshiradi. Energiya xarajatlari oshgan. Bahona kerakda, shunda bahona kerak. Va hokazo ketaveradi nima bilan, zanjir bilan-da. Shu fikrim muhokamaga qo'yilishi kerak. Bu zaruriy talab. Misol uchun men bu to'g'ri yoki noto'g'riligini aytishimdan avval muhokamaga qo'yilishini ko'rishim kerak-da. Qaror qabul qilgandan keyin mana sizga fakt berishga men ma'qullamayman. O'zi bu bo'yicha bir o'sha Markaziy bankda stavka bo'yicha nimada ham savol berishganlarida vazirlikdan, iqtisodiy va moliya vazirligidan odam yo'q, energetikadan odam yo'q. Bir savolingizni ularga yo'naltira olmaysizda, yo'q kelishmaydi. Mana qarang, mana shu narsa men ko'rdim. Matbuot anjumani har doimgidek doim qizg'in o'tadi Markaziy bankda. Qani endi boshqa vazirlik idoralarda ham Markaziy bankda dek asosiy stavka bahonasida emas, boshqa choraklik aytaylik, shunaqa ochiq matbuot anjumanlari o'tkazilsa va iste'molchilar uchun muhim bo'lgan, ishlab chiqaruvchilar uchun muhim bo'lgan, eksportyorlar, importyorlar uchun muhim bo'lgan muhim savollarni jurnalistlar yoki blogerlar, jamoatchilik vakillari bera olsa, savol to'g'rimi, noto'g'rimi berilishi kerak-da. Bormi jamiyatda? U berilishi kerak. Noto'g'ri savol bo'lmaydi. Javob noto'g'ri bo'lishi mumkin. Avval eng to'g'ri variant, tezroq javob olish varianti bu so'rovlar. So'rov yuborasiz, javob olasiz. Lekin hammaga bir vaqtda o'zida javob berishdan oson usuli yo'q, bu matbuot anjumani o'tkazish. Jamiyat bilan bunday soatlarni bir-biriga to'g'rilab olish imkoniyati hamda, o'z jamiyat nima deb o'ylayapti, ular biz haqimizda nima deb o'ylayapti, bizning fikrimiz qanaqa, ya'ni o'zini joyini ham to'g'rilab oladigan moment bu. O'sha vazirlik, idoralar o'zini qarashlarini ham korrektirovka qilib oladigan momentda, tushunyapsizmi? Shunaqa. Va o'zi mana tushunmovchiliklar qanaqadir o'sha joyda tugaydi-da, yakunlanadi. Xuddi shunaqa. Misol uchun falon muammoni hal qilishning yo'li shu odamning ovozini o'chirishmasda. Tushunyapsizmi? Shu savolni chiqarmaslik emasda, o'sha savolga javob berish bo'lishi kerak. Aslida ham shunaqa-ku o'zi. Bizda faqat sal boshqacharoq qabul qilishadi ko'p holda. Shu o'rinda ana esimga tushib qoldi. Ilovaga necha milliardlab pul sarflangani to'g'risidagi masala obro'sizlantiribdi-da. Bu men osmondan olmaganman milliardlab degan so'zni. O'sha energetika vazirligida ishlaydigan manba bergan shu nimani. Lekin shunga qarshi energetika vazirligi yo'q, milliard emas. Biz falon summa sarflaganmiz. Aytaylik 1 milliard 200 sarflaganmiz. Yoki 200 million so'm sarflaganmiz yoki umuman sarflamaganmiz degan javob bo'lmagan-da. Tushunyapsizmi? Mana misol uchun men yoki siz tariflar to'g'risida norasmiy manbalarga asoslanib material tayyorladingiz. Yo'q, rasmiy material yo'q-da, chunki boshqa. Siz o'sha norasmiy bo'lsa ham ma'lumotlarni oldingiz, qayta ishladingiz va o'quvchilarga yetkazdingiz. Shuni orqasidan rasmiylar chiqish kerakmi? Mana rasmiy ma'lumotim. Sizlar bir haftadan beri yozyapsizlar, sizlarga ma'lumot bergan yo yetarli darajada bermagan ma'lumotni yoki noto'g'ri bergan yoki to'liq bermagan deb chiqish kerakmi? Shunaqa. Yo'q, siz bizni hozir obro'sizlantirdingiz deyish kerakmi?
Sizlar 10% ga oshyapti, 10% dan ko'pga oshyapti deb yozyapsizlar. Bizni obro'sizlantirdinglar deb turib iqtisodiyot va moliya vaziri chiqish kerakmi hozir? Va oshsa oshdi, oshmasa oshmadi Ha, degan shuni aniq aytish bayonot kerak-da. berish kerak. Va bu maksimum ko'paytiradida shubhalarni. Spekulyatsiyani ko'paytiradi. Shunaqa. Va anavi yomon kutilmalar haqida gapirdik-ku. Mana shu yomon Tasdiqlanadi. kutilmalarni oshishiga olib keladi o'zi aslida. Yana ham ko'proq oshishiga olib keladi. O'zi mana iqtisodiyotimiz rekord darajada o'sgani bu ancha nima deydi, xursand qiladigan voqea bo'lishdi. 8.7% ga o'sgani, lekin unda energetikani ulushi pasayishdan to'xtamagan. Mana shu Ha, masala. menga juda ham shu ham qanaqa paradoksdek ko'rindi. Bu to'g'risida men yozdim ham va haqiqatan ham iqtisodchilarimiz u tepada o'tirgan qaror qabul qiluvchilarimiz u bunga e'tibor berish kerak deb hisoblayman. Sababi uzoq vaqt iqtisodiy o'sish bo'lishi mumkin emas agar sanoatda energetikani ulush pasayishda davom etaversa. Chunki energetika mundarijasi sanoat o'sishini asosiy drayverlardan bittasida. Qon tomiri. Ha, misol uchun energetikada ham o'sish davom etmasa yoki barqarorlik ta'minlanmasa, sanoatda o'sish keyin bir marta o'sgandan keyin yana intensivligi yo'qoladi. Ya'ni bu yil birinchi chorakda yalpi ichki mahsulotimiz 807% ga o'sgan bo'lsa, nimani ulushi sanoatimiz 8% ga o'sdi xususan, lekin energetika ulushi pasaygan. 7.4% Ha, ga pasaygan. Agar adashmasam 8% dan sanoatdagi ulushi 7.4% ga tushganda, ya'ni bu faqat bu yil pasayish emas. Agar oxirgi yillarda olsangiz pasayib borgan sari. Biz avval ham ko'p gapirdik-ku. Ya'ni bu savol tug'diradi. Ya'ni qaysi manba hisobiga iqtisodiy o'sish ta'minlanyapti? Import oshyaptimi? Ya'ni bizda energetik tovarlarda ulush kamayayotgan bo'lsa, sanoat tovarlarining ichida import oshyaptimi? Qanchalik darajada oshyapti? Yetarli darajada oshyaptimi? Shuni, ya'ni sanoatning energetik mundarajasini biz to'la to'kis tasavvur qilishimiz kerak o'zimizga. O'sha haqiqatdan aytganingizdek, sanoat energetikadan oshib ketishi bu qanaqa paradoksal holat. Aytayotganim, qarang. Bizda har yili noyabrdan mart oyigacha juda katta sanoat gigantlari ishlamaydi-da. Ha. Mana shunga olib borib taqayapman o'zi aslida. Yirik sanoat gigantlari, gazni qayta ishlash zavodlari yo ishlamaydi yoki to'liq quvvatda ishlamaydi. Qaysi oydan? Ximiya shu noyabr oyidan mart oyigacha. Gaz bo'lmaydi chunki. Shu paradoks, tushunyapsizmi? Birinchi chorakka tushadi asosiy yuklamasi. Chunki yanvarda ishlamaydi yoki to'liq quvvatda ishlamaydi, fevralda ishlamaydi, to'liq quvvatda ishlamaydi. Biz hozir faqat kalavani uchun ko'ramiz. Metan zapravkalarda gaz bo'lmaydi-ku, mana noyabrdan martgacha. Bu kalavani uchi xolos-da. Nafaqat metan zapravkalarda gaz bo'lmaydi. Katta Kimyo zavodlarida ham gaz bo'lmaydi. Mana qayta ishlash zavodlarida ham gaz bo'lmaydi. Qayta ishlashga gaz bo'lmaydi. Jismonan bo'lmaydi, yetarli darajada bo'lmaydi. Yetarli quvvatda ishlamaydi yoki profilaktik nimaga chiqadi? Ta'tilga chiqadi. Bu sanoatga juda katta ta'sir Ha, qiladi. sanoatga juda katta ta'sir ko'rsatadi bu. Energetikani nimasi, ulushi sanoatda juda yuqorida va mana shu ulush pasayyapti. Borgan sari pasayyapti. Shuni tushuntirish kerak mana misol uchun. Shuni qanaqa Qaysi faktorlar hisobiga biz saqlayapmiz? Mana bu nima uchun savol menga? O'zbekistonda hali uzoq yillar bilsiz 8% degan so'z o'zi juda negativ qabul qilinadi. 8% o'sish degan so'z. Chunki biz 10 yil 8% o'sganmizda Islom Karimov paytida. Ha. 10 yil 8% dan ko'p o'sganmiz. 2007-yildan 2016-yilgacha 8% dan ko'p o'sganmiz. Lekin bir dunyoning eng qashshoq mamlakatlardan biriga aylanganmiz. Ha. O'sha paytda ham yozardi, eng yuqori o'sish, eng yuqori iqtisodiy o'sish ta'minlanyapti mamlakatimizda deb, lekin 2016-yilga kelib dunyoning eng qashshoq 50 davlatidan biriga aylanganmiz-da. Shuning uchun savol qo'yilyapti. Keyin mana bizada uzoq paytdan beri, qariyb 1 yildan beri cho'zilib kelayotgan bir jarayon bor. Bu Mobius'da xususiylashtirilishi. Shu haqda ham bir gaplashsak, Mobius 2025-yil iyunda boshlangandi o'zi sotish jarayoni va mana aprelda 3 ta jozibador mijoz tanlangan bo'lsa ham, hali aprelda yana ko'rib chiqiladi degan masala qo'yildi. Shunga bir to'xtalib o'tsak. O'zi Mobius nima uchun muhimligini aytib ketayin. O'zbekistonda yangi davrda ochiqlik e'lon qilinib, shaffoflik haqida gapirilish boshlangandan keyin juda ko'pchilik uchun muhim deb hisoblanadigan va yirik aktivlardan biri Coca-Cola xususiylashtirilgan. Juda savol ko'p bo'lgan.
lekin undan keyingi biror bir xususiylashtirishda mana namunaviy xususiylashtirish bo'ldi deb ayta olganimiz yo'qmizda. Ya'ni namunaviy xususiylashtirish bo'ldi, mana klassik xususiylashtirish aynan shunaqa bo'lishi kerak deb ayta olganimiz yo'qmiz. Qaysi xususiylashtirish keysini oladigan bo'lsangiz, kimdir qulog'i ko'rinib turadida va savolli o'sha xususiylashtirish. Har bitta savolli xususiylashtirish uni qayta natsionalizatsiya qilish xavfini qoldiradi doim. Istalgan savolli xususiylashtirilgan obyektni oling, men ko'p sement zavodlarini misol keltiraman, necha marta xususiylashtirib, necha marta davlat tasarrufiga o'tdi. Ya'ni o'sha turli yo'llar bilan sopini o'zidan chiqarib xususiylashtirib olayotgan odamlar esdan chiqarmaslik kerakki, u aktivlarning davlatga qaytish ehtimoli bor. Ya'ni to'la bugun bo'pti, hech qanaqa konkurssiz, nimasiz, auksionsiz orqa-varotdan kelishib egalik qilib olding, egallab olding. Lekin bu oxirigacha saniki degani emas bu. Yana qaytadi. Chunki O'zbekistonda bunday pretsedent doimiy ravishda takrorlangan. Mana misol uchun Mobius'ni agar tarixini qarasangiz, bir necha marta xususiylashtirilganda eski zamonda. Mobius bo'yicha bir hali ham davom etyapti, mashmashalar, ya'ni ildizlari, uni orqasidan sotilishi-yu, u ulushlar orqasidan qanaqa to'lovlar bo'lgani-yu va bu to'lovlar qaysi banklardagi hisobvaraqlarga qo'yilgani-yu, haligacha mashmashalar davom etyapti-da. Shu fonda men o'ylagandimki, Mobius'da bir shaffof xususiylashtirish amalga oshiriladiki, uzil-kesil bu nuqta qo'yiladi. Mana bu Mobius'ni nimasiga, reputatsiyasiga hech kim savol qo'ymaydi bundan buyog'iga. Sotib olganga ham, kompaniyani o'ziga ham, uni keyingi faoliyatiga ham. Shunday ideal tarzda o'tkazishimiz kerak ediki, Mobius'ga endi 94-yilda bunaqa ishlar bo'lgan, 97-yilda bunaqa ishlar bo'lgan Uzdirg'u beta bilan, 2001da bunaqa bo'lgan, 2012-yilda bunaqa voqealar bo'lgan, 2015-yilda bunaqa voqealar bo'lgan deb hech kim eslamaydi. Yopiladi bu. Xuddi Coca-Cola bilan yopilgani singari. Coca-Cola yopildi-ku mana. Coca-Cola bilan nechta qo'ldan qo'lga o'tgan jarayonlar bo'lgan, misol uchun eslasangiz, eski zamonda malikalar tarafidan. Xuddi shunga o'xshab Mobius'da nuqta qo'yiladi, ideal tarzda shaffof xususiylashtiriladi, maksimal talabgorlar jalb qilinadi butun dunyo bo'yicha deb o'ylagandim. Qozoqlar kaselni sotishdi-yu, xuddi shunaqa qilib sotishadi. Qimmat va o'ta bir ideal tarzda xususiylashtiradiki, qolganlarga namuna bo'ladi. Chunki boshqa bizda davlat uyali aloqa kompaniyalari ham borda. Ucell davlatniki, boshqalar foydalanayotgani bilan 50% ni boshqalar egallab olgani bilan, Uzmobile davlatniki. Aytmoqchi bo'lganimki, agar namuna qilib xususiylashtirsak, boshqalarda ishlatsak bo'ladi-da, shu tajribalar. Case bo'lib qoladi. Lekin bu g'olib bizda dekabrda 2025-yil dekabrda e'lon qilinishi kerak edi. Keyin yanvarga qoldirildi. Endi 20-aprelga qoldirildi. Mana bugun 1-may, efirga chiqadigan kun 3-may bo'ladi-da. 2 hafta vaqt o'tyaptiki, Mobius кейsi bo'yicha biror bir ma'lumot yo'q-da. Davaktivda avvalgi rahbariyatida juda bir avj olgan-edi. Nima avj olgan edi? Yashirin xususiylashtirish. Hech qanaqa ma'lumot bermaysiz. Mana xususiylashtirilganini keyin siz uni tashxislar o'zgarib qolganidan bilib qolasiz. Xuddi shahar qurilish universiteti qanday o'zgarib qolgani, ya'ni xususiylashtirilib qolgani singari, xuddi Dehqonobod Kaliy zavodi qanday xususiylashtirilib qolgani singari, xuddi o'yingi petrol yoqilg'i shoxobchalari qanday xususiylashtirilib qolgani singari, xuddi Chinoz neft qayta ishlash zavodi qanday xususiylashtirilib qolgani singari va hokazo. Tushunyapsizmi? So'z davom ettirish mumkin ro'yxat. Ya'ni biz u qanday xususiylashtirildi, kimni qo'liga o'tib qoldi, keyin bildik. Unda ham ular aytishgan yo'q, haligacha aytishgan yo'q misol uchun. Uni o'zingiz o'qib, topib, yo'q, qidirib, topib, tashxislar o'zgarganini yoki ofis o'zgarganini va hokazolardan ko'rib qolasiz-da. Mana shunaqa bo'lmasin uchun yangi kelgan, misol uchun Davaktivda yangi rahbariyati ochiqlikda o'zlarini oldiga, shaffoflikda o'zlarini oldiga katta vazifa qilib qo'yish kerak-da. Oldingi rahbariyat qochib yurardi, jurnalistlar mikrofon ko'tarardi, orqasidan qochib quvib yurardi. O'zi o'sha aytmoqchi bo'lganim, hozir 3 ta jozibador finalist tanlangan deyilyapti-ku. Bularni ham shaxs qanaqadir ochiqlansa yaxshi bo'lmaydimi? Ya'ni shaxs men yaxshi bo'lardi deb hisoblayman. Lekin kimlar olmoqchi? Men mana shuni tushunmayman, mana misol uchun. Mana o'sha oxirgi mana qarang-da. Oxirgi bosqichga kelgandan keyin, g'olib e'lon qilingandan keyin kimlar yana talabgor bo'lgani, ularda nimalari bergan narxlari albatta e'lon qilinishi kerak deb hisoblayman. Bu qolganlarga ham nisbatan adolatli bo'ladi-da. Shunaqa bizga ham qiziq bu jarayon. Ya'ni misol uchun g'olib e'lon qilindi,
agarda u bilan nimadir bo'lsa biz zaxira g'olib kimligini ham bilishimiz kerakda. Va kim bilan kim ha mana u yutqizganlar ham qanchalik darajada yutqizganini bilish kerak. 10 million kamroq taklif qilgani uchun yutqizdimi yoki 100 million kamroq taklif qilgani uchun yutqizdimi? Qayerda adashganini ular ham bila olish kerakda. Va bundan jamoatchilik eng asosiy xabardor bo'lishi kerak. Shunaqa. Ya'ni hamma narsa baribir jamoatchilikka ochiq berishga taqaladi. Yana bitta masala bor. Ya'ni kundan kunga mana internet rivojlanyapti. O'sha uyali aloqa vositalari tizimlar kundan kunga rivojlanib boryapti-da va Mobius bu yo'lda hali aniq bir nimada emas. Ya'ni ishlashda davom etyapti, to'g'ri, lekin o'zgarishlar qila olgani yo'qda va qanaqadir bu jarayonni cho'zilishi uni ham reputatsiyasini tushirmaydimi? Albatta, qarang. Davlat agarda ta'sischisi bo'lsa, davlat egaligi bo'lsa, uzoq muddatli strategik samaradorligi bo'lmaydi kompaniya. Ayniqsa bozorda 3 ta, 4 ta, 5 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa. Tasavvur qiling, bizni uyali aloqa kompaniyalarimizni hozir sanab o'tdim-ku, bir 3 ta yoki 4 tasiga davlat egalik qiladi. Bu yomon egalik bu. Ular raqobatlashmaydi davlat kompaniyalari, kelishib oladi. Xo'jayini bitta-ku. Nima uchun ular xo'jayini bitta bo'lganlar bilan raqobatlashish kerak? Shuning uchun ham ko'rsangiz, tariflarni bittasi oshirsa, keyingi haftasiga ikkinchisi oshiradi. 3-haftaga 4-inchisi oshiradi. Lekin ularni kelishib olganligini aniq faktlari bo'lsa ham, raqobat qo'mitasi hech narsa qila olmaydi. Chunki egasi davlat. O'sha Mobius sotilsa agar, ya'ni Mobius xususiylashtirilsa, ya'ni bularda yana haqiqiy raqobat tiklanadimi o'zi? Ya'ni aloqa sifati yaxshilanishi bu endi azaliy muammomiz, bu internet tezligi bilan bog'liq narsalar va uni arzonlashishi bilan bog'liq narsalar o'zgarishi mumkinmi holat o'zi agar xususiylashtirilsa? Albatta, qarang. Narx-navoni arzonlashtiradigan, sifatni yaxshilaydigan raqobatdan boshqa vositani insoniyat hali o'ylab topolgani yo'qda. Ya'ni narxni arzonlashtirib, sifatni yaxshilashiga sababchi bo'ladigan boshqa raqobatdan boshqa vositani hali o'ylab topolgani yo'q. Farmon, qaror, selektor raqobatni yaxshilash o'rnini bosa olmaydi. Raqobat o'rnini bosa olmaydi. San Mobius dushanbadan boshlab tariflarni pasaytir degan gap o'tmaydi. Necha marta mana misol uchun mahalliy qatnov, avia qatnovlar bo'yicha qaror chiqdi. Necha marta chiqdi mahalliy avia qatnovlar sonini oshirish, nimasini oshirish, sifatni oshirish, narxini pasaytirish to'g'risida. Vazifalar berildi. Har bitta qarordan keyin 2 oy o'tgandan keyin narxlar ko'tariladi. Va avia qatnovlar kamayadi. Birinchi chorakda ham mahalliy avia qatnovlar kamaygan. 2024-yilda tegishli davriga nisbatan kamaygan. Tasavvur qilyapsizmi? 2025-yilda ma'lumot e'lon qilishmagan. Birinchi chorakda. Qarang, har yili kamida 1 marta yoki yiliga 2 marta hujjat chiqadi. Mahalliy avia qatnovlarni sonini ko'paytirish, samaradorligini oshirish bo'yicha. Teskarisi bo'ladi. Nimaga? U yerda raqobat yo'qda. O'zbekiston havo yo'llari o'zini bolasi, ana Atlas Nusxa kompaniya bilan raqobatlashadi. Atlas Nusxa desa yana obro'sizlantirib deyishmasin. Ya'ni bundan faqatgina yutqizadigan iste'molchida baribir. Yutqizadigan iste'molchi. Shuning uchun bizga bozorimizga, mobil aloqa bozorimizga, havo yo'llarimizga ham, osmonimizga ham yangi o'yinchilar, qudratli o'yinchilar, yangi investorlar kerak. Keyingi mavzumiz bu sanksiyalar bilan bog'liq. O'sha 20-paket sanksiyalarida Yevropa ittifoqi O'zbekiston 2 ta kompaniyasiga e'lon qilgan. Bu Farg'ona kimyo zavodi va Raw Materials Cellulose'ga qora ro'yxatga tushgan. Shu haqda ham bir to'xtalib o'tsak, avvalo menimcha bulardan bittasi qora ro'yxatga tushgandi. Bu 2 ta zavoddan bittasi Farg'ona kimyo zavodi, nimada agar adashmasam, Ukrainani sanksiyalariga tushgandi. Yevropa ittifoqining sanksiyalariga tushishdan avval Ukrainani sanksiyalariga tushgan edi va bularda ikkalasidan bittasi hozir adashib ketmayin, Farg'ona kimyo zavodi bo'lsa kerak. Farg'ona kimyo zavodini benefitsiari bo'lgan jismoniy shaxs, O'zbekiston fuqarosi yana 3 ta davlat fuqarosi avvalgi paketdagi sanksiyalarga tushgandi. Ya'ni Yevropa ittifoqining 19-paket sanksiyalariga tushgandi. Shundan keyin ham to'xtamaganda, demak, qarang, 20-paketga yana Jizzaxdagi yana bitta zavodimiz ham tushyaptimi? Poroxga nima bo'ladigan, xomashyo bo'ladigan sellyuloza ishlab chiqaruvchi zavod tushyapti. Agar eslasam, nomi Jizzax Raw Materials Cellulose degan kompaniya qo'shilgan. Bu nima uchun muhim qolganlarga inobatga olish kerak? Misol uchun
Yevropa byurokratiyasini qanaqa men hisoblayman? Juda sekin ishlaydi, lekin baribir ishlaydi. Sekin yuradi, lekin baribir yetib boradi. Tushunyapsizmi? Yevropa byurokratiyasi ko'rmayapti-ku, deb turib qo'l siltaydiganlar juda qattiq adashadi-da. Hammasini ko'rib turibdi. Bugun banklar nima qilayotganini, ayrim banklar nima ishlar qilayotganini ham ko'rib turibdi. Ayrim kompaniyalar qanaqa aylanib o'tishga urinayotganini ham ko'rib turibdi. Lekin haligi buni ahamiyati, buni ulushi, buni ko'lami qayergacha yetib borishini ham qarab turishdi-da, tushunyapsizmi? Shuning uchun men aytaman, ana Qirg'izistonga ham bir necha marta ogohlantirishlar berilgan. Hozir 4ta bank agar sanksiyon paketiga tushdi. O'sha 4ta bankidan hali birinchi banki nimaga tushmagungacha, sanksiyaga tushmagungacha ogohlantirishlar berilgan. O'rtoqlar, mana shunaqa ishlar qilyapsizlar. Mana bu ishlaringiz bizga yoqmayapti. Mana bu bo'yicha compliance ishlamayapsizlar-da. Mana bu bo'yicha parhez qilmayapsizlar. Mana bu bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri biznes qilyapsizlar o'sha Rossiya VPKsi bilan degan ogohlantirishlar bergan. Qancha orasidan qarashganda, men nima demoqchiman? Biz banklarimiz, biz ayrim kompaniyalarimiz Rossiya bilan savdo sotiq qiladiganlarimiz juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Va hisobga olishlari kerakki, bu nimani bir kengayishi, kalavani uchini bir topib olgandan keyin kengayishi vaqt masalasi xolos-da. Men mana shu oxirgi paketdagi qo'shilgan ikkita kompaniyani navbatdagi ogohlantirishni bilaman O'zbekistondagi ayrim kompaniyalarga. Yirikroq kompaniyalar, bular kichkina kompaniyalar. Va bundan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Ha. O'zi kim nazorat qiladi mana shu sanksiyalarga tushmaslik uchun, nima qilish uchun? Yo'q, birinchi ogohlantirish berishgada. Ogohlantirish bermaslikda ham emas. Misol uchun, birinchi navbatda parhez bo'lish kerak. Har qanday biznesda, har qanday bankda. O'zini. Biz misol uchun urushda ishtirok etayotgan, qo'li qon, qurol yarog' ishlab chiqarayotgan, bu qurol yarog' ishlab chiqarish jarayonidan keyingi moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar, ikkinchi yo'nalishda ishlash mumkin bo'lgan texnologiyalar, ya'ni ham harbiy, ham fuqaroviy yo'nalishda ishlatish mumkin bo'lgan texnologiyalar yoki uskunalar, bu masalalarni Rossiyaga eksport qilayotganimizda yoki o'zimiz uchinchi mamlakatlardan import qilayotganimizda Rossiyaga yetib borib qolmasligini ta'minlashimiz kerak degan o'zida qoidalar bo'lishi kerak avvalambor. Yoki banklarda Rossiyadan kirib kelayotgan pul oqimida, Rossiyaga chiqib ketayotgan pul oqimida buni keyingi zanjirlari haqida qayg'urish bo'lishi kerak. Oqibatlari haqida qayg'urish bo'lishi kerak. Bu siz mana bugun aytaylik katta daromad olayotgandir. Bu biznes, ortiqcha narsa emas, bu biznes deb hisoblaydiganlar o'ylashlari kerakki, ularning biznesi odamlarning o'limiga, shaharlarda vayron bo'lishiga, butun boshli mamlakatning xalqini kulfatiga sababchi bo'lmasligi kerak. Va bunga kompaniyalarning o'zida immunitet bo'lishi kerak. Immunitet va qoidalar bo'lishi kerak. Parhez haqidagi bekorga gapirmayapman. Mamlakatlarni, xalqlarni kulfatiga olib keladigan xatti-harakatlarda va biznes modellarida ishtirok etishdan uzoq bo'lish kerak. Meni tasavvurim shunaqa. Bizda shu oxirgi gaplashadigan mavzumiz bu yer bilan bog'liq. Mana 2026-yil 1-maydan o'sha yer joylarni xorijliklarga berishga uzul-kesil qanaqadir nuqta qo'yiladi. Shu haqda ozroq bir tushuntirish bersangiz o'zi. Siz oldingizga kelayotganimda qarorni oldim men. Menimcha bugun Lexusda ham chiqdi. Biz qaysidir efirimizda yanvar oyidamida agar adashmasam yoki fevral oyidami Sirdaryo viloyatida Xovosda bo'layotgan ishlar masalasi bo'yicha bu to'g'rida gaplashgan edik. Xavotirlarimizni bildirgandingiz, eslasangiz, ayrim fermerlarda albatta qarzdor, kreditdan qarzi bor, soliqdan qarzi bor, lizingdan qarzi bor. Fermerlarda yer maydonlari tortib olinayotganligi va ular auksion orqali xorijiy kompaniyalarga o'tib ketish mumkinligi to'g'risida xavotirlarimizni aytgandik, esingizda bo'lsa. Mana shu xavotirlar men nazarimda nafaqat jamoatchilik uchun, fermerlar uchun, bu qaror qabul qiluvchilar uchun ham yetib borgan deb hisobladim men. Nimani farmonni matnini o'qib, agar 24-aprelda tasdiqlangan, bugun menimcha e'lon qilindi. Va bu farmonda asosiy mohiyati shundan iboratki, xorijiy kompaniyalarga, xorijiy fuqarolarga yoki norezidentlarga to'g'ridan-to'g'ri qishloq xo'jaligi foydalanuvda yerlar berilmaydi. To'g'ridan-to'g'ri farmon bilan shu taqiq qo'yilyapti. Va bu menimcha farmon chiqdi. Qonunchilikda ham aks etadi. Yer kodeksiga ham kiritiladi to'g'ridan-to'g'ri bu talablar. Va bu yaxshi. Bu yaxshi.
Bu birinchi masala. Albatta xorijiy kompaniyalar O'zbekistonda faoliyat ko'rsatishi mumkin. Bu yerda ham ko'rsatib belyapti. Qanaqa yer maydonlarda? Qishloq xo'jaligi yer maydonlari emas. Lalmakor O'sha lalmakor, toshloq yoki qaytadan оборотga kiritilgan yerlar deb aniq ko'rsatib ketilyapti. Qaysi yerlarda va unda ham qaysi huquq bilan? Ikkilamchi ijara huquqi bilan deyilyapti. Mana bu O'zbekistonda yer mulkchiligi masalasida uzoq yillar ishlash kerak bo'lgan qoidalar endi. Agar biz yer kodeksiga shu normalarni kiritib oladigan bo'lsak. Endi mana mayda ishga tushadi bu, to'g'ri? Endi bu qonunchiligimizga ishga bosqichma-bosqich implementatsiya qilinadi. Chunki farmonda ko'rsatilgan normalar qonunchilikka kiritilishi kerak. Ya'ni yer kodeksiga, boshqa qonunlarga kiritilishi kerak bu normalar, talablar. Ikkinchi nimani farmonda muhim jihati bu bilsangiz bizda hozir fermer xo'jaliklari agar ular paxtachilik va g'allachilikka ixtisoslashgan bo'lsa, faqat paxta va g'alla eka oladilar xolos. Boshqa ekinlarni mustaqil ravishda taqsimlagan holatda ekish huquqiga ega emas. O'sha ekinlarda ekadi, o'sha ekinlarda kontraktatsiya shartnoma qilib topshiradi. Ko'p muammolarga ega. O'tgan yili bir 6 ta tumanda agar adashmasam tajriba bo'ldi. U tajribaga ko'ra auksionga chiqarilgan, ya'ni mana hokimliklarda zaxirasiga o'tkazilgan yer maydonlari auksionga chiqarilgan, sotilgan joylarda u yer maydonlarini siz yutib olsangiz, ya'ni ijara shartnomasi tuziladi 49 yilga, siz xohlagan ekiningizni ekishingiz mumkin. O'tgan yil shunaqa tajriba qilindiki, agarda fermer xo'jaligi hozir paxta g'alla ekayotgan, men albatta bunga ham e'tirozim bo'lgan edi. Paxta g'alla ekayotgan fermer xo'jaligining 80% yerini o'z ixtiyori bilan topshirsa, 20% qaytadan ijara shartnomasi qiladi, xohlagan narsasini ekadi degan tajriba qo'llanilgandi. 6 ta tumanda agar adashmasam. Shu tajribani endi butun respublikaga qo'llashmoqchi, lekin sal o'zgargan. Endi 50%ni paxta g'alla ekayotganlar topshirsa, o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasi topshiradi. Qolgan 50%ga xohlagan ekinni ekaveradi, 49 yilga shartnoma tuzadi. Lekin buni ikkita sharti bor. Soliqdan qarz bo'lmasa kerak, kreditdan qarz bo'lmasa kerak. Endi men bunda o'ylayman-da, ayrim fermer xo'jaliklarimiz bor, 95-yildan beri fermerlik qiladi, 96-yildan beri, 30 yildan beri fermerlik qiladi. Ayrim fermer xo'jaliklarimiz bor, 20 yildan beri fermerlik qiladi. Men o'ylardimki, shu qoidalarni necha yildan beri fermerlik qilayotganiga qarab turib belgilash kerak-da. Uzoq yillik fermerlik qilyaptimi, uzoq yillik o'shinga haqqi bor o'sha yerga nisbatan. Sizni aytaylik, kecha 3 yil avval fermer xo'jaligingizni boshlaganingiz bilan yerga bo'lgan haqqingiz, huquqingiz etika nuqtai nazaridan, qonun nuqtai nazaridan ham 30 yillikdan farqliroq-da. 30 yillik haqdorlar 30 yildan beri yerga egalik qilib, zo'rini qazib, o'g'itini berib, hosil olayotgan, boshqacha yondashganda u. Chunki 30 yildan beri o'sha yerda unumdorligini ham ushlayapti u. Shunga men o'ylaganimki, mana shu qoidani, ya'ni 50-50 qoidasini nimalarga nisbatan, yillarga nisbatan shkala qilish kerak. Shunda adolatli bo'ladi. O'zi idealda, men shunaqa o'ylayman, bir katta rahbarlar bilan uchrashganda bir gapirgandim. 2000-yilgacha, boringanda 2006-yilgacha, 20 yil va undan yuqori muddat davomida fermerlik qilayotgan, ya'ni uzluksiz fermerlik qilayotgan fermer xo'jaliklariga hech qanaqa shartlarsiz ijara huquqini istalgan mahsulot yetishtirishga o'zgartirib berish mumkin bo'lishi kerak. Istalgan. Mayli 20 yildan keyingi 50gini topshirsin, qolgan 50gini istalganini ekadigan qilsin. Va bu nimalarni o'zgartira oladi? Bu qarang, bu umuman qishloq xo'jaligimizni o'zgartiradi. Bizning qishloq xo'jaligimizning eng asosiy katta muammosi hozirgacha, haligacha qishloq xo'jalik korxonalari, ya'ni fermer xo'jaliklari nima ekishini shartnomada majburiyat qilib qo'yib qo'yilganligi. Ya'ni siz paxta va g'alla fermer xo'jaligimiz albatta paxta va g'alla ekasiz. Konturigacha, gektarigacha. Tushunyapsizmi? Belgilab qo'yilgan. Bu rag'bat uyg'otmaydi. Nima ekishingizni bozor hal qilmaydi. Tushunyapsizmi? Men ko'pchilik doim aytadiki, agarda biz o'z holiga qo'yib qo'yadigan bo'lsak fermerlarni nima ekishini, hech kim paxta g'alla ekmay qo'yadi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Albatta, agarda paxta va g'allaning narxlari bozor ko'taradigan darajaga boradigan bo'lsa, fermer piyoz ekmaydi bu yilga o'xshab. Fermer paxta ekadi. Nazoratni bozorga berib qo'yish kerak. Nazoratni bozorga bersak, narxlar o'z-o'zidan nimani ekish kerakligining signalini beraveradi.
va fermerlar ham o'zi shunga Ha, qarab fermerlar aniq qiladi. bitta mavsum adashishi mumkin, ikkita mavsum adashishi mumkin. Bu yil piyoz ekkanlar adashgani singari, o'tgan yil tarvuz ekkanlar adashgani singari adashishi mumkin. Lekin u 30 yil ketma-ket adashmaydi-da. Ya'ni tizim o'zini o'zi Tizim aylantirib o'zini ishlaydi. o'zi tarbiyalaydi. Tizim o'zini o'zi tartibga soladi. Tizim o'zini o'zi joy-joyiga qo'yadi. Ba'zidan Ya'ni o'ziga qo'yib biz berish agar kerak. 1 million gektar yerga paxta ekmasligimiz mumkin, shu tajriba sekin o'tsa. 400 ming gektarga ham tushib qolar balki paxta ekadiganimiz. Lekin bu bozor narxi shakllanadi. Fermerni majburlab hech kim paxta ektirtirmaydi endi undan u yog'iga. Unga ham keyin o'zingni tumaningda kontraktatsiya qilasan demaydi. O'zingni tumaningdagi yana bo'g'zigacha qarzga botgan klaster bilan shartnoma qilasan deb bo'g'ziga pichoq tiramaydi keyin. O'zi mana shu hozir birinchi boshda gaplashgan nimamizcha xorijliklarga yer berilishini qanaqadir o'sha Uni qo'llayman mana hozir uni tartibga solgan. Mana hozir aytilyapti-ku, to'g'ridan-to'g'ri ijara ular auksionda qatnashmaydi. Birinchisi auksionda qatnashmaydi. Ular bilan to'g'ridan-to'g'ri ijara shartnomasi tuzilmaydi. Ikkilamchi, mana qanaqa degani ikkilamchi degani. Biz avvalgi ko'rsatuvimizda xuddi shuni dedik. Xorijliklar ham kelib yer oladigan bo'lsa, ular O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston rezidentidan ijaraga olsin. Ha, bunaqa bo'lishi. Ha. Va fermerlar bundan ham foyda ko'radi ya'ni. Foyda ko'radi. Tushunyapsizmi? Mana misol uchun, mana fermer xo'jaligim bor. O'sha auksionda oldim yoki 50% ni topshirib turib, qolgan 50% ni mustaqil ekadigan ijara huquq qilib turib oldim. Xitoy bilan ishlamoqchi bo'lsam, mendan Xitoy ijaraga olsin. Bo'ldi. Davlatdan emas. Davlatdan emas. Mendan ikkilamchi ijaraga oladi. Chunki men buni to'g'ridan-to'g'ri xohlagan ekadigan qilib turib oldim. Mulkdori menman, qo'pol qilib aytganda, ijara huquqi bo'yicha. Hozir paxta g'alla ekayotganlar qog'ozda ijara huquqi bo'yicha egador bo'lgan bilan ekadiganiga xo'jayinchilik qilolmaydi-da. Hozirgi ijara huquqini ekish huquqi erkin emas. Ha. Yangi taklif qilinayotgan ijara huquqini ekish huquqi ham erkin bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ekish huquqi erkin bo'lmasa, fermer erkin emas-da u. Batrak u baribir. Shunaqa. Va bu hammasi yaxshi rezultatini o'zining yaxshi natijasini berishga umidvormiz. Shunga men juda ham qattiq so'rayman. Shu uzoq yillik fermerlarni birga bir koeffitsient bilan berish kerak. Ularning yerini istalgan mahsulotini ekishga birga bir koeffitsient bilan. Xuddi o'sha talab qo'yaversin. Kreditini yopsin, solig'ini yopsin. Bo'ldi. Qolgan nimani xohlasa shuni eksin. O'zi mana shunaqa qarorlar bizani xursand qiladi. Va ko'p bunaqa yaxshi xursand qiladigan qarorlar, lekin o'sha uni amalga oshirishga kelganda savol bo'ladi. Masalan, siz ham yozdingiz, bu masalaga to'xtalib o'tishni xohladim. Doktorlarning imtiyozlari masalasi. Nima bo'ldi mana shu masalani? Siz mana matbuot anjumaniga bordingiz, o'qituvchilarning imtiyozini so'radingiz. U bir to'da qaror chiqarishibdi, qidirib chiqdik uning ichida nechta imtiyoz borligini. Shunaqa 60 tacha imtiyoz bor deyishdi. 6 ta, sizlar 5 ta degansizlar, unaqa 5 ta emas. O'zlari huquqiy axborot kanalida 5 ta imtiyozni ko'rsatishdi. Ichki qismlarida bor ekan. Ichki qismlarda bor bo'lsa, xo'p, mayli. Davlat bojlari bo'yicha, davlat xizmatlari bo'yicha hammasi o'zgaribdimi? Yo'qda, shu mana gap shunda-da. Biz hali davlat boji to'g'risidagi qonun qayta nima qilinyapti, ishlanyapti va u qayta ishlangandan keyin hammasi qolgani ham ishga tushadi. Lekin hozircha 50-60 ta atrofidagi imtiyozlar bor deyishyapti. Lekin aynan o'sha imtiyozlar nima ekanligi ro'yxati ham bir shuni ro'yxatini qilib, bo'pti 50-60 ta bo'lgan bo'lsa, ro'yxatini qilib, alohida shu nimada huquqiy axborotdami, Xalq so'zidami, Yangi O'zbekiston gazetasida bersin, tanishaylik shuni. Va o'sha hujjatni men qarab chiqdim-da, juda katta hujjat ekan. Uni ichidan lupada qarab chiqish kerak. Aynan qayerda nima qilib ketganini. Mana sun'iy intellekt bilan o'sha nima qilib, qidirib qarab ko'rdim. Eng qizig'i, mayli, xo'p, bunda bunaqa bo'pti, lekin doktorlarda nima qilib aniq ko'rsatib qo'yilgan, aniq yozilgan, hammasi deb yozilgan. Doktorlarnikida. O'shada doktorlarnikida hammasi deb yozilgan, lekin ularniki amalda ishlamaydi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bunda qonun yaxshi yozilgan, hammasi oson, tushunarli, lekin amalga kelganda ishlamaydi. Hozir masalan fermerlar ham zo'r, hammasi tushunarli. Biz umidvormiz bu haqiqatan ularga foyda berishdan, lekin o'sha amalga kelganda qanaqa bo'ladi degan savol, shubhalarimiz baribir ko'payapti-da. Qarang, bu farmon hali, bu boya aytgandek qonunchilikka, ya'ni qonunga, yer kodeksiga implementatsiya qilish kerak, qo'shilish kerak. Mana shu normalar, farmonda aks etgan normalar qonunga kirish kerak. Avval tajriba edi bu. 1 yillik tajriba edi. Endi bu doimiy ishlaydigan huquqiy mexanizmga aylanyapti. Shuning uchun qonunchilikka kirayotganda talabni ko'paytirish kerak. Yana o'sha gapim. Mana ertaga loyiha kiradi Qonunchilik palatasiga. Qanaqa ko'rinishda kiradi?
ikkinchi o'qishga qanaqa ko'rinishga yetib boradi, ikkinchi va uchinchi o'qishga, senatga qanaqa ko'rinishga yetib boradi, shuni talab qilaverishimiz kerak bo'ladida. Biz hozir vazirliklarda ochiqligi yo'qligi, yopilib qolayotganligi, o'zini qobig'ida aylanib yurganligi haqida gapiryapmiz-ku. Qonunchilik palatamiz, senatimiz undan ham battar. Yo'q, mana misol uchun gapiraverib odam charchab ketadi-da. Qonunni birinchi o'qishdagi matni bilan ikkinchi o'qishdagi matnini hamma bilishga haqli-da. Yoki senatga yuborilgan matnni hamma bilishga haqli-da. Yashirishyapti demay aldashyapti. Yoki nimadir bor o'sha yerda. Imzoga borgungacha nimadir o'zgarib qoladi. Menimcha bugungi shu mavzularni. Bugungi shu endi mavzular. Nima deymiz endi? Bahor keldi, mana may ketma-ket mana bayramlar kutilyapti. Bugun ham o'zi efirga olayotgan kunimiz mehnatkashlar bayrami hisoblanadi. Bu qizil bayram emas, yana aytib qo'ying. Sovet bayrami emas, bu butun dunyo mehnatkashlarining bayrami. Sovetlar paydo bo'lishidan avval bu kun bayram qilingan. Ya'ni kimki o'zini hayotini, farzandlarini, o'qishini, ilmini, kundalik hayotini mehnati bilan topyapti, mehnatkash hisoblanadi. Nima demoqchiman? Bayram bilan 1-mayni men rostdan ham mehnatkashlar bayrami deb hisoblayman va qachondir baribir shu kunlarga yetamiz. O'zbekistonda ham shu mehnatkashlar bayrami umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. Chunki O'zbekistonda eng katta qatlam bu mehnatkashlar qatlami. Ya'ni o'zini qo'li bilan bugungi topganni bugun yoki bir oyda topganni bir oyda shu boshini boshiga, ketini ketiga ulab turib tirikchilik qilayotganlar qatlamida bu. Eng katta qatlam. Shu qatlamning bayrami bugun. Ya'ni bu sovetlarga aloqasi yo'q bu bayramni. Hamisha shu ishchi qatlami, ishchi dehqonlar, mehnatkashlar paydo bo'lganki, 200 yil avval 1800-yillarda misol uchun 18-19 asrda ishchi qatlami paydo bo'lganki, bundan keyin ham ishchi qatlami bo'ladi. Shularning eng katta bayrami. Shu bayram bilan muborakbod etamiz hammani. Sog' bo'lsin va keyingi bayramlarga ulanib ketsin bayramlar. Shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Izohlarda ko'rsatuv haqida fikrlaringizni yozib qoldiringlar. 1-may haqida fikrlarni yozinglar. Sizlarga izohlar uchun. 1-may bayram bo'lish kerakmi O'zbekistonda yoki yo'qmi? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Biz uchun juda ham muhim. Like yoki dislike bosishlaringiz mumkin. Yana avval iqtisodda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat.